Mana bu sizning Telegram'ingiz. Chap tarafdagi bo'lsa tanishingiz yoki do'stingizning Telegram'i. Tanishingiz yoki do'stingiz sizga biron nima SMS yozadi yoki qanaqadir rasm yoki faylni yubordi. Faylni yuborgandan keyin sizdan ham o'zidan ham yozishmalarni hammasini o'chirib tashlayapti. Bu ham o'chdi deb o'ylaydi sizdan, lekin sizdan o'chmaydi. Sizda barcha ma'lumotlar qoladi. Hozir sizga shunaqa qilishni o'rgatib qo'yaman. Sizda hammasi o'xshashi uchun videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'ying. Bu narsani sizga aniq foydasi tegadi. Ko'pchiligiga kerak bo'ladi deb o'ylayman, chunki baribir kimdir sizga bir narsa tashlab o'chirib tashlaydigan holatlar bo'ladi, lekin sizda bu narsa 100% saqlanib qoladi. Bu narsani qanaqa qilib qilamiz deysizlarmi? Birinchi navbatda Instagram profilimiz shapkasiga o'tasizlar. Bu yoqdan ilova Xuzbot joyiga bosasizlar. Bu yoqdan yuklashga bosamiz. Mana shu silkaga bosasizlar. Bu yoqdan продолжить qilamiz va bizning maxsus botimizga kiradi. Boshlash joyiga bosasizlar va bot ochiladi. Bu yoqdan ko'rishingiz mumkin. Pastroqqa tushiradigan bo'lsangiz, sirli Telegram joyi bor. Xuddi shu joyga bosib, siz mana shu Telegramga hozirgi nomeringizni ochib olsangiz, sizda mana shu funksiya bemalol ishlaydi. Telegram botimizda Telegram qidiruv joyidan ilova Xuzbot deb xuddi shunaqa yozib ham qidirsanglar bo'ladi. Faqat originalga kiringlar. Mana bu tagidagi barchasi fake. Originalga kirib yuklab olsanglar bo'ladi. Yoki kommentariyada Telegram so'zini yozib qoldiringlar. Men sizlarga botimizning silkasini direct orqali yuboraman.